Trekkerning pulti. Bu yerda hozir chexolni olib tashladik. Sababi klient aytdi, "Buni bosgan vaqtida deydi, tuga bosiladi" deydi. O'zi trekkerning o'zidan pulti tuga bosiladi. Sababini rezinkaning hisobidan. Shuning uchun mana bunday sirtini qap qo'ysangizlar, chexol qo'ysangizlar, bosib ishlatganda sal ne bo'ladi. Kuch bilan bosish kerak. Shuning uchun uni qo'yishni tavsiya qilmaymiz. Keyin ko'pchilik bilmaydi ekan. Hozir mana dandi mashina yasam bilmaydi ekan. Bu yerda mana yerda kilitimiz bo'ladi. Mana bu mashinada fiksator bosiladi. Mana bu mashinada fiksator bosiladi-da, ichidan mana mexanik kilit chiqadi. Mana buni bilmaydigan odamlar uchun aytib Trekka haydabdi. Buning uchun kerak, masalan, akkumulyator o'lib qoldi mashinaning. Akkumulyatorni o'lib qolgan vaqtida qapini ochish uchun mana shu kilitdan foydalanamiz. Bilib qo'ygan yaxshi. Qaytarib qulay solmami? Eshikni ochib qo'ygandan keyin bosasizlar. Mana shu yerda bosib tortib olinadi. Mana chiqadi. Fiksatsiya bilan shaqib jo'natib turadi. Mana knopka bosiladi ekan. Bu kilit chiqadi. Mexanik. Akkumulyator o'rgilib aylanadi. Men bilmaydi ekanman. Bilib qo'ygan yaxshi.